Salom hammaga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Kofe faoli keldi, qahva faoli, kofe faoli, kim qanday tushunsa shunday. Mm, Kofe faoli qo'ying, qahva faoli qo'ying deb yozayotganlar bo'lyapti. Boyadir zamon bo'libdi qo'ymaganimizga. Shu anki kofeni niyatim shu tomonda edi. Niyatim oldimizdagi kunlarda menga like bosgan, obuna bo'lganlari nimalar kutyapti, nima bo'lsa holi chiqsin faoli deb so'radim. Qarang, niyatimiz tutdimi? Ochib ko'ramiz. Nimalar kutyapti oldimizdagi kunlarda? Bitta sizlarga emas, o'zimga ham tegishli. Hamma o'ziga ko'ra olsin, buni yashab ko'ramiz. Oldimizdagi kunlar fevral, mart oylari uchun deb niyatimni oldim. Like bosgan, obuna bo'lganlar uchun deb niyatimni oldim. Ya'ni like bosgan, obuna bo'lganlar bu kofe faoliga dohildir. Yakka o'zi uchun ochtirmoqchi bo'lganlar +90 552 005 22 41 WhatsApp, Telegram bor. Bo'lmasam energiyalari jo'natinglar. Sevinch ko'z yoshlari otdi. Voy, ko'z yoshlarini boqing. Sevinch ko'z yoshlari otdi, paq etdi. Bu tarelkaga ko'rganimda mana bu yerlarga qadar suvlari oqdi. Bu faoliylarni ko'rganimda yuraginglarda problemlar, siqintilar borligini, ammo bunlar buxordek uchganligini va farrohatga, oydinlikka chiqayotganlarini ko'ryapman. Xo'p. Voy. Tushuntiraman, dahshat chiqdi. Bir boshdan tushuntiraman. Faoliylarda shunday sanki yangi oy tuqqanday, oy tug'adi, yangi oy tug'ilishi bor-ku. Xuddi shunaqangi chiqibdi. Yaqinda ya'ni sanki yoz kunida siz daraxt tagida o'tiribsiz, mayin shaboda kelyapti-yu. Yuzlaringizga, qanaqangi sochlaringizga mayin shaboda keladi. Oh, bejonimga shunaqangi salqinlik keldi-ku. Xuddi yangi oy tug'ibdi, xuddi yaqinda mayin shabodalar shunday sizni silab o'tib ketadi. Zo'r gapirib qo'ydim, ammo o'zimga ham hayron qoldim. Sanki shunday mayin shabodada silab o'tkazishini ko'rsatyapti va buni his qilasiz. Ya'ni bu nima degani? Chiqish tushishli ish hayotingizda barakatlar kelishini, bir barakatli zamon ichiga kirishingizni ko'rsatyapti. Oldimizdagi kunlarda yangi imkonlar ortishi ko'rinyapti. Ya'ni yangi imkonlar kelishi mumkin. Avval ish ko'rishmasi, ya'ni ish bilan kim bilandir ko'rishgan bo'lsangiz, ish gaplashgan bo'lsangiz yoki ish ko'rishmasi qilgan bo'lsangiz, ya'ni bularda bir o'zgarishlar bo'lishini, bu ish ko'rib kelgandirsiz, gaplashib kelgandirsiz, ya'ni buni kutayotgandirsiz. Bu bilan bir o'zgarishlar bo'lishini ko'rsatyapti. Ish hayotingizda yangi qadamlar otishingiz ko'rinyapti. Moddiy, ma'naviy kuchli bo'lishingizni ko'rsatyapti. Ya'ni moddiy, ma'naviy yangi bir zamon ichiga kirishingizni ko'rsatyapti bu yerda. Xo'p. Yana bor unga kelaman. Yana aylantirib yana ko'raman. Keyin yana bu yerda tog'li bir yer ko'rdim. Balki tog'li bir yerda yoki qishloq bir yerda tarlez yoki mol-mulkingiz bor sizlar. Tamommi? Kimni energiyasi tushgan bo'lsa, bu tog'li yerlarda ko'proq erkak kishi ham tushyapti. Farq etmas, eringiz olgandir, boshqasi olgandir, erkak kishidan meros qolgandir. Ammo tog'li yerlar yoki qishloq bir yerlarda, adir, tog' bor yerlarda mol-mulkingiz yoki tarla-parla yeringiz bor. Bu tarlez balki unchalik pulga kirmaganda, ammo ajoyib bu tarlez yoki mol-mulkingiz ajoyib pulga kirishini yoki nima deydi o'zbekchasiga ma'ni nimasi yuksalishini ko'rasiz, ya'ni moddiyoti yuksalishini ko'rasiz, ya'ni qimmatbaho holga kelganligini ko'rasiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni shunaqangi bir yerda mol-mulkingiz bo'lsa, tarlez bo'lsa yoki yeringiz bo'lsa va hokazo uyingiz bo'lsa, bu arzon pulga olgan bo'lsangiz, ammo juda ham qimmatlashib ketishini ko'rsatyapti. Va ya'ni narx-navosi ortadi bu yerda. Bu yerni ko'rsatyapti. Juda ko'p narsa chiqdi. Qaysi birini aytaman? Ash hayotingizda esa
O'tmishda yashagan aşkingiz bo'lsa, yana tuyg'usal haligi biroz xotiralarga kirishingiz mumkin. Yoki hani tuyg'usalligimni ham bekitdim. O'tmishdagi aşkimni bekitdim. O'tmishdagi sevgimni bekitdim. Hayotimni bekitdim, ya'ni unga bo'lgan tuyg'ularimni bekitdim deyotgan bo'lsangiz, qaytadan yana eshigingizni cholyapti. Yana qaytadan sizni qalbingizga kiryapti. Yana eskidagi tuyg'ular, eskidagi bekitgan sevgi, aşk tuyg'ularingiz yana takrordan bo'lyapti. Yana takrordan tuyg'usallashyapsiz. Ya'ni bir zamondan beri, balki bir necha oylar, bir necha kunlardan beri sanki tasavvur qiling, bir xonangizga kirdingiz, eshigingizni yopdingiz, svetlarni o'chirdingiz, sanki qop-qorong'i u yer, yorug' emas, ya'ni eshigingizni bekitgansizda. Bu eshiklar ochilishi, yana yorug'lik bo'lishi ko'rinyapti bu yerda. Xo'p. Sanki o'zingizni hani bir qorong'uq bir xonaga bekitgandek yoki qorong'uq bir dunyoga bekitgandaysiz. Ammo bunlar ochilyapti yani. Sanki böyle bekitib qo'ygansizda, bu ochiladi yani. Haligi qorong'uq xonangizga sanki quyosh tug'ish, ya'ni quyosh chiqishi ko'rinyapti. Yangi bir aşk kelishi mumkin hayotingizga. Aşkım yo'q, sevgim yo'q deganlar yangi bir aşk kelishingiz mumkin. Agar oilali bo'lsangiz, oilangiz bilan, ilishkingiz bilan, munosabatingiz bilan yanada yaxshi bo'lishingiz ko'rinyapti. Va aynı zamanda ham do'stliklar, o'rtoqliklar, ya'ni do'stlar bo'lsa, yangi do'stliklar qurishingiz mumkin bu orada. Ya'ni farklı o'rtamlar, farklı insonlar ichiga kirasiz. Tuyg'usal tomonlama shansli bo'lishingizni ko'rsatyapti. Ya'ni hattoki oila qurmoqchi bo'lganlar ham chiqadi ichimizda. Oh, 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 oh. Ama ichingizdagi qorong'uq, to'xtab qolgan, bekilib qolgan, siqilib qolgan narsalar ochilyapti. Ya'ni yaxshi tomonga ketyapsiz. Keyin bir qush ko'rdim bu yerda. Sanki boshini tepaga ko'tarib turibdi. Bu qush sanki endi uchmoqchi bo'lgan qush bo'ladi-yu, ya'ni bunday hozir tayyorlanayotgan qush bo'ladi-yu. Shunaqangi bir qush ko'rdim. Sanki uchmoqchi bo'lyapti. Sanki oyoqlarini, hali qanotlarini sanki bunday hali uchirayotgandek ko'rinyapti. Ya'ni bu sizga yaxshilik qiladigan bir inson chiqishini ko'rsatyapti qarshingizga. Ya'ni do'st bo'lsin, ammo ayol kishi. Ama to'q ko'zli, yani och ko'zli emas, to'q ko'zli yani. Sanki mesela hayotimda hech kim yo'q desangiz, sizga yordam beradigan inson kelyapti. Yoki hayotimdagi inson mas'uliyatni olmayapti desangiz, olyapti. Yoki hayotimda ya'ni biron bir ya'ni hech kim yordam bermayapti desangiz, yoki onangiz, opangiz, singlingiz farq etmas, bir ayol kishidan yoki bir do'stdan yordam olishingiz ko'rinyapti jonga. Şu yerda bir avval tepasini ko'rib o'tdim, pastiga tushdim. Shu yerda bir erkak ko'rdim. Judayam ustida og'ir yuklar bor. Yoki og'ir mehnatlar qiladi, stroyka, og'ir ishlar qiladi, yo bo'lmasam judayam ustida yuklar bor. Sanki butun oilani, sanki butun ko'p narsani, butun mas'uliyatlar ustida, qarochi. Mas'uliyatdan egilib sanki bukri bo'lib qolgan yani. Rosta kamdan anlamda emas. Hani inson ustiga yuk tushganda hani shunday egilib qolgandek his qilamiz. Sanki shunday egilib qolgandek his qilyapti bu inson. Ammo sanki oyog'ini oldiga shunday bir tasavvur qiling, ya'ni mo'jizani, oyog'ini oldiga bir pirillagan bir uchuvchi bir narsa kelyapti-da, oyog'ini tagiga kiryapti-da, og'irliklardan shunday ko'taryapti bu insonni. Ya'ni bu inson shunday ko'tarilyapti yani. Balki keyin mashina olaman deb harakat qilayotgan erkaklar bor. Og'ir ishda ishlayotgan erkaklar bor. Bu ishda ishlayotgan inson mashina olish uchun pul yig'yapti va bu mashinani oladi. Yana bu yerda boshqa bir erkak ko'rdim. Bu erkak shunday yelkasiga sanki inson sellulit yoki insonmi yoki biroz kattaroq inson yani. Bu erkak bir insonni yelkasiga ko'tarib olgan. Balki yoshi katta onasidir, otasidir yoki işte hajga olib boraman degandir, yo biron yerga olib boraman degandir, ammo yelkalarida ko'tarishini, ya'ni istaklarini bajo keltirishini ko'rsatyapti bu yerda. İchingizda ozgina taraddudlaringiz bor. Ya'ni hani
javob ololmayotgan narsalaringiz bor ichingizda. Ya'ni sanki hech kimga ishonmay qo'ygansiz, ya'ni. Sizni butun yashagan narsalaringiz sizni boshqalarga ishonmaslikni o'rgatgan sanki. Ya'ni ishonmay qo'ygansiz. Sürekli ichingizda misol boshidagi boshqa birisiga chiqishi mumkin, o'rtadagi boshqa birisiga chiqishi mumkin, bu siz boshqa birisiga hammaga har xil chiqishi mumkin. Hammaga bir xil chiqmaydi. Buni ham aytib o'tay. Короче, ishonch yo'qotgansiz. Ya'ni bu sizni yashagan narsalari sizga dars beribdi, ya'ni. Bu insonlarga ishonmay qo'ygansiz. Ya'ni постоянно hani shubhada yurasiz. Ammo bu orqada qolyapti, ya'ni. O'tmishda qolyapti. Ortiq insonlarga ishonishni boshlaysiz. Ya'ni masalan, yashagan qiynalgan narsalaringiz, depressionlaringiz yaqinda go'zal qadamlar bilan ya'ni ochilishini ko'rsatyapti. Butun qilgan mehnatlaringiz mukofot bilan aylanishini ko'rsatyapti. Mukofot bilan kelishini ko'rsatyapti. Keyin yaqinda birisi tovoni baland tufli emas, qo'l sapochka olgan. Tovoni ingichka emas, qalinroq qo'l sapochka olgan. Ehtiyot bo'ling, oyog'ingizni sindirib olishingiz yoki qayrilib tushishingiz yoki ya'ni oyog'ingizga ehtiyot bo'ling, короче. Bo'ptimi? Xo'p. Короче, ehtiyot bo'lasiz. Keyin u oyoq kiyimingiz bilan kim bilandir urushib qolsangiz, qattiqroq tepib ham qo'yishingiz mumkin. Keyin kimdir agar iti bo'lsa tug'adi. Bu ne aloqa, nimaga tushib qolgan bilmayman. Kimdir iti bo'lsa tug'adi. Yana kimdir samolyotda yo'lchilik qilishini ko'ryapman. Balki bilet oldingiz, balki endi bilet olasiz. Olmasam u samolyotga chiqyapsiz. Uchish bo'lyapti, ketyapsiz. Ammo sizni kuzatgani ham hattoki 1, 2, 3, 4, 5 kishi, 4 kishi, shunaqangi 3 kishi, 3 kishi, 5 kishi, короче. Shunaqangi insonlar kuzatgani chiqadi. Keyin novvoz yoki shoxi bor narsalardan ehtiyot bo'ling. Kim bo'lsangiz ham, kimga energiyasi tushgan bo'lsa ham, mol bilan, qo'y bilan o'ralashganlar suzib yuborishi mumkin. Ehtiyot bo'lasiz. Ikkita yoshi 45-50 yoshlarida. Ikkita yoshi katta insonni ko'ryapman. Bunlar ikkita ayolning yoniga ketyapti va u ayol bilan ko'rishyaptilar, kayfiylar qilyaptilar. Keyin haqiqatan kimdir to'proq, yer, mol-mulk ham olishi mumkin. Oyoq qo'linglarga ehtiyot bo'lasizlar. İçilerden tilak tutinglar. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tutgan tilaginglar ikkili vaqtlarda bo'ladi. 2 kun, 2 hafta, 2 oy, oyning 2si, 12si, 22si. Bu raqamlarda bo'ladi tutgan tilaginglar. Keyin bu yerda bir ayoli zotan qo'linda bolasi bor, kichkina bolasi bor. Ammo yana yotib qolishi mumkin. Chunki yo homilador bo'ladi yoki işte oshqozonlarida, ya'ni bo'g'irsoqlarida problem bo'lishi mumkin.
yoki qorin ishib ketishi, yoki shunga o'xshagan bir kasallik, yoki homilador bo'lishi mumkin. Zotan qo'lingizda bolangiz bor. Davlat idorasiga borishingizni, ba'zi bir dokument ishlari yoki qog'ozlarga imzo atishingizni ko'ryapman. Ya'ni dokument ishlaringiz, kredit ishlaringiz, davlat yerida imzo atadigan ishlaringiz bo'lsa, bu imzolar otilyapti. Ha, u imzolar otilyapti haqiqatdan. Keyin uni nima derdi ya o'zbekchasiga? Burgut ko'rdim. Judayam katta burgut, qora burgut ko'rdim. Qora burgut qanotlarini ochgan, uchyapti. Sanki bir hamla bor. Sanki bu yerda unga bir go'sht bor. Uchib uni olmaya kelyapti. Ya'ni bu nima degani? Qilgan niyatingiz, planingiz yoki qandaydir bir kattaroq narsa qo'lga kiritishingiz mumkin. Keyin bu boshqa bir davlatdan deport bo'lganlar bo'lsa, ne zamon ketaman, deportim ochiladimi deyotgan bo'lsa, to'rtli raqamlarda uzr, to'rtli raqamlarda ochilishini ko'rsatyapti. 4 kun, 4 hafta, 4 oy, oyning 4i, 14i, 24i. Bu raqamlarda ochilishi ko'rinyapti va yo'lchilikni qilyapti. Yo bo'lmasam deport bo'lmagan bo'lsa ham yana qaytib kela olamanmi bu shaharga deb tushunayotganlar to'rtli raqamlarda qaytib kelishingizni ko'rsatyapti. Bu yerda o'zbekchasiga nima deydi, ammo bir gonja degan gul bo'ladi. O'zbekchasiga nima deyishini bilmayman. U guldan ko'rdim. Bu gul barakatdir, puldir, moddiyotdir. Judayam ayollarga ehtiyot bo'lasizlar. Har yerda buni ko'ryapman. Har yerda. Ayollar sog'lig'iga e'tiborli bo'lasizlar. Har yerda ko'ryapman. Sanki bu yerda kimnidir mushug'i bor ekan, hozir sanki orqasini qilib o'tiribdi yoninglar. Bu kasal bo'ldimku men. Yana yo'lchiliklar bor. Bu oxirgi marta kasal bo'ldim aytdimku menga ilm amal qilindi deb. Undan keyin tushlar ko'radigan. Zotan men tush ko'rar edim insonman. Zotan tush ko'rardim. Ortiq endi ertasi kuni bo'ladigan tushlarni ham ko'raman. Hatto yuz tuzilishga qadar, ya'ni ko'chaga chiqib kim ko'radigan bo'lsam, bunlarni yuz tuzilishga qadar ko'raman. O kun menga fol boqtirgan qizlar ham tushimda ko'rgan ekanman. Aytsam, bir haftadan beri ochtirmoqchi bo'layotgandim. Ana shuning uchun kiribman shekilli tushingizga dedi. Sehr ilm amallari yechyapmiz. Meni yechtirgan xo'ja o'zi yechyapti. Murojaat qilishinglar mumkin. Ham qo'rg'oshin ichida, qo'rg'oshin rituali ichida ham domla o'qiyapti. İkisi birde 3 günlük seanslar, 7 günlük seanslar bor. Ilm amal qaytarish, issiq sovuq qaytarish. Haqiqatan yana kimdir mol bozoriga chiqib mol oladi. Ikki kishi ko'rishmasi bor, qizlar ikkosi ham. Ko'rishasizlar, gaplashasizlar, vujir-vujir dedi-kutiylari, g'iybatlari qilasizlar. Küçük miqdorda, ama toplu. Yani 100-200 emas, toplu miqdorda pul kutayotganlar bo'lsa keladi. Oltili raqamlarda keladi. Hozir ochirganingizdan boshlab yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyul. Agar kimdir siz qarzini bermayotgan bo'lsa, iyul oyida beradi.
Aşk haqida hozir tushungan bo'ldi. Ichimizda buni energiyasini oldim. Ozgina qalbi yaralanganligini ko'rsatyapti, ammo ikkili vaqtlarda ko'rishasiz. 2 kun, 2 hafta, 2 oy, 2'si, 12'si, 22'si. Bu raqamlarda takrordan ko'rishingizni, takrordan yana sevgilar birlashishini ko'rsatyapti. Yo'q, hayotimda hech kim yo'q deganlar bu ikkili raqamlarda bu sevgili kelishini ko'rsatyapti jonlarim. Kimdirdi farzandiga yo otasi yo onasi farq etmas, chiroyli bir kuchukcha olib keladi sovg'alik. Yoki o'yinchoq yoki jonli. Ammo o'yinchoqqa o'xshab chiroyli. Uyingizga mehmon kelishi mumkin. Sizni kichkina bolangiz bor va uni ham kichkina bolasi bor. Ikkili vaqtlarda keladi. Onlar birga o'ynashayotganda uyingizni nomeri 2, telefoningizni nomeri 2 bo'lsa yoki herhangi bir ikki ishoratlar olayotgan bo'lsangiz, u sizni uyingizga keladigan bitta, ya'ni sizni farzandingiz bilan uni farzandi biri qiz, biri o'g'il. Короче, ikkisi o'ynayotganda ehtiyot bo'lasizlar, chunki ya'ni bir-birini haligi supga chiqmasin, tashqariga yoki tepaliklarga chiqmasin, bir-biriga jarohat berib qo'yish ehtimoli bor. Bu kadardı falımız. U burgut gördüm, dedim ki sanki bir hamla ushlagani kelyapti, dedim ki bu yerda u burgut u hamlani olgan va qaytyapti orqasiga. Siz biron bir yerga bir planingiz bor yoki nimadir olmoqchi bo'lgani borasiz, yoki kim bilandir gaplashmoqchi bo'lgani borasiz, yoki kimdir ko'rgani yoki qandaydir bir ishni bitirgan bir yerga borasiz va u hamlani qo'lga kiritasiz. Qilaman degan planingizni qo'lga kiritasiz, qilaman degan ishingizni qilasiz, gaplashaman degan narsangizni gaplashib, qaytib zafar bilan qaytib kelyapsiz. Muvaffaqiyat bilan qaytib kelyapsiz. Tamam canlarım. Keyingi videoda görüşünce bay bay.